Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi xonadonimiz, xudo xolasa bitta mana shu bitta turbani qo'yib qo'ysak, ustakamizlar bo'ldi bitta. Beytimiz 330 kvadrat chiqdi. Hozir bir sizlarga tanishtirib, hamma qilingan joylarni ko'rsatib o'taman. Bu konstruksiyalarimiz akalar 80 sent chiqqan mana shu ponni aylanasi 80 sent chiqqan. Kandizlari ham mana xudo xolasa Samaris ko'ndimaydigan stilda qilingan. Hozir bir qator darvozaxonalar sizlarga videolarni qo'yganman. Yana bir qator endi gapirib, tanishtirib o'tamiz. Bu Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Matqilobod qishlog'ida. Biz nihoyasiga yetdi. O'zlar manzarani ko'rib baho beraverasizlar. Hamma narsasi 04 lisimizdan, Toshkent lisimizdan qilindi. Mana bu ham bir o'ziga yarasha uzun darvozaxonamiz, 22 metr darvozaxona. Bunaqasi bir 4 metrcha u xori hamma narsalari bilan fonni aylana atrofimiz, uyimizning aylana atroflari 80 sent chiqqan mana shu kazruklar. Mana 80 sentiga o'ta chiroyli bir ana shu fasollar mana alkafonga o'xshab chiqadi. Endi alkafon bilan birma-bir chiqadi deya olmaymiz, alkafonga o'xshab chiqadi. Turbalarni ham montajlarini qilib bular oldin qo'ygan ekan, endi bir o'zimizni unaqalar o'yinlarimizga tushgandan keyin bir qator montajlarni qilib ketyapmiz. Mana shu yetimizda hozir hammasi bu 332 kvadratmi shunaqa atrofida chiqdi. Mana shu yerimiz fonni. Mana kichkina joyimiz deganimiz etgan bir xil qilib, chiroyli bir fason. Mana shu chiroyli fason bu. Hammaga ustaga nima gaplar bo'ldi xudo xolasa? Alhamdulillah, Xudoga shukr, ishlayapti ko'p. Grupamiz a'zolariga bir narsa deb qo'ying endi. Xudo xolasa keyingi xonadon aka, bularda xonadoni bo'lishi mumkin, ha? Xudo xolasa aloqaga chiqishaveradi. Mana shu ustakamizlarmi yo boshqa ustakalarmi, bizda endi ustalarimiz xudo xolasa ko'p. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Agar ustakamiz, Hoji akamiz, agar rizq qilgan bo'lsa, Hoji akamiz xotir beradi. Mana shunday bir go'zal holatda, ha Hoji aka? Xudo xolasa. Xorilarimiz ham endi qo'limizdan kelganicha, xudo xolasa ustakamlarni ham qo'lidan kelganicha chiroyli qilib nihoyasiga yetgan. Uydagilar xursandmi aka? Uydagilar xursand. Kamchilik kitob o'zab kelyapti. o'zobga. Yaxshi. Ko'rib bexijolat aloqaga chiqasizlar, bexijolat endi telefon qilib. Meydimiz 43 million 400 ming so'mga bitdi. 43 million bersa 44 million ham desalargan bo'laveradi. 43 million desalargan bo'laveradi. Tashitimiz pon obyektimiz. Hamma narsasi ichida. Tarnovlari o'zi qo'yilgan. Biz tarnov qo'ymadik, eski qo'yilgan ekan. Mana shu xonadonimiz, mana ponni aylana atrof, mana shu darvozaxonalar hamma narsa bo'lib 04 lisimiz. 04larda hamma narsasi 04, hattoki karniz, xolosa, mana shu palasalar, oddiy misol kichkina detallari ham hamma narsasi 04 bo'ldi. Umuman masalan 30, 33, 35, 37 ham hattoki aralashgani yo'q. 04 desak biz hamma narsasini 04 qilib beramiz. Mana devor karnizlarini ham qarasalaring, masalan kichkina narsa. O 30 dan ham 33 dan ham qilsak bilinmaydi. Faqat bu yerda nima desam bo'ladi? 04 deb 04 ga olyapman, hamma narsasini 04 qilib beraman. Mana shu oxirigacha agar birorta nima desam bo'ladi, yo Samarqandda yo Aziyana list ishlatadigan bo'lsam, aytasizlar, kerak bo'lsa shuni shu xonadonni tekinga qilib chiqib ketaman. Men shunaqa ish qilaman. 04 desam 04, Toshkentniki desam Toshkentniki. Umuman boshqa listni aralashtirmayman. Xudo xolasa bundan keyin ham aralashtirmaymiz. Sizlar laqib tursalaring bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan Usta Sherxon aloqaga chiqaverasizlar bexijolat. Hozircha vodiy bo'ylab agar kelishib qolsak, Samarqand, Buxoro, Toshkent qayerga bo'lsa chiqib ishlaymiz. Endi pulini kelishib qolsak bo'ldi. Vodiy bo'ylab tashqari bo'lsa, sal qimmatroq bo'ladi. O'zimizni shetdan bo'lsa, masalan, hozir 110 ming so'mdan 140 minggacha qilyapmiz. Endi listi ham har xili bor. Toshkentniki desalaring Toshkentniki, Samarqandniki desalaring Samarqandniki, Aziyaniki desalaring Aziyaniki.
Aytganliklaringdan qilib beraman. Arzonroq desalang, arzonroqlikdan ham qilib beraman. Mana shu holatda o'ta bir go'zal holatda chiqarib beramiz inshaalloh. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan Usta Sherxon.